Assalomu alaykum aziz YouTube ixlosmandlari. Bugun sizning e'tiboringizga Pfaff Tiger V vodovoz texnikasini taqdim etamiz. Videoni boshlashimizdan oldin bizga obuna bo'lib qo'ying. Like bosib qo'yish ham esdan chiqmasin. Unda biz boshladik. Kabina qismimiz o'sha siz bilgan zamonaviy multirul, Android monitor, 360 kamera, ya'ni oldi, orqa va ikkita yon bokovoy oynalarimizda mavjud bo'ladi. Konditsioner, pechka, 3 o'rindiqli joylashuv va pnevmo o'rindiq bilan jihozlangan. Mana bu o'rtadagi sideniyasini tushirib qo'ysanglar, bemalol barovnidan foydalanib ketsanglar bo'ladi. Eng muhim jihatlardan biri, uzoq safarlarga chiqqaningizda yo'lda bemalol dam olib ketishingiz uchun marhamat. Bir kishilik yotoq o'rni siz uchun-da, oke. 19,5 o'lchamdagi bez kamerli balonlar texnikamizning yo'lda yumshoq yuraverishini ta'minlaydi. Texnikamiz 130 soat kuchga ega bo'lib, dizelda harakatlanadi hamda 100 kilometrga o'rtacha 16-17 litr sarf qiladi. Endi sisternamizni o'ziga qaraymiz. Bu yerda shunchaga 6 kub deganni o'zi yetmaydi. Chunki ichki qoplama nimadan yasalgani hammaga qiziq bo'lsa kerak. Xo'p, sisternamiz 4 mm po'latdan yasalgan. Eng muhim jihati inchki antikorroziya qoplamasiga ega bo'ladi. Bu ichimlik suvi uchun eng muhim nuqta. Chunki ichki sisterna qismi ichidan himoyalangan bo'lishi kerak. Hurmatli obunachilar, ko'rib turganingizdek, ushbu texnikamiz bizning avtosalonimizda sotuvda mavjud. Shu va shunga o'xshash 50 dan ortiq Pfaff texnikalari sizga ham kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Videomiz yoqqan bo'lsa like va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimizda ko'rishganda, ko'rishguncha.